Hammaga assalomu alaykum. Qisqa kontent qolganini YouTube kanalimizda ko'rasizlar, xudo xohlasa. Romejon nimaga harakat endi? Endi mana xudo xolasa pomidorlarni tepishni boshlayapmiz. Chekkaroq chiqaramiz. Vulkan nomli. Vulkan bu teplичныйmi yo уличный? Bu teplичный. Mana bu takata nimani Suzana degandan ham bir pachka tepamiz. Buni ham teplitsaga ham sinab ko'ramiz. Sinamoqqa. Sinamoqqa tashlanyapti bu. Teplitsaga sinaymiz. Bu sinalgan qo'lingizdagi. Bu sinalgan. Keyin ko'p nimalarimiz, podpischiklarim so'rashyapti. Sotuvda ham ko'chatlar bormi? Ya'ni pomidor ko'chatlar va bodring ko'chatlar. Hozircha sotuvda yo'q. O'zimizga ekyapmiz. Hisob chiqsa keyin sotuvga ham qo'yamiz. O'zimizga yetarlisan op. Hozircha toshni hisobi chiqqani yo'q. Keyin yana bir savol, bodring ekish nimasidan jarayonini qo'yganimizda bir inson savol beribdi. Shu apilkaga, pomidorni ham apilkaga ekib chiqarsa bo'ladimi, petrovka qilib chiqarsa bo'ladimi degan savol bor. Pomidorini hali apilkaga sinab ko'rganimiz yo'q, lekin badringni ancha yildan beri apilkada chiqaramiz. Pomidorni urug'i maydaligi uchun uni ekkanim yo'q. Uni ham prova qilish niyatimiz bor. Uni ham prova qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Keyin agar yaxshi effekt bersa, uni ham taklif qilamiz. Apilkaga badringni ekish nimalarini aytadigan bo'lsam, uslublarini apilkani o'ziga ekiladi. Shu yashiqqa 5 sm, 6 sm yeyib turib, urug' sepib, ustidan yana apilka sepib turib, tagigacha yetib borish kerak, suvlab. Shunday qilganda o'sha tagigacha nami yetib borganligiga ishonch hosil bo'lgandan keyin suvni to'xtatadi. Shu bilan ustiga salafan tashlab qo'yib, 1-3 kundan keyin salafanni olib qo'yiladi. Gradusiniga 25 gradus tursa tezroq chiqadi. Bekami ko'z chiqadi. Shunda 25 gradus kunduz ham, kechasi ham ushlab turish kerakmi yoki 25 gradusdan tushib ketmaslik kerak? Kunduzga 25 dan oshib ham ketadi. Kechasiga asosiy 20-25 gradus ushlasa tezroq chiqadi. Mana qancha past ushlaydigan bo'lsa, misol 5 kunda tayyor bo'ladigan narsa 6 kunda, 7 kunda, 8 kunda sovuq ushlagan sari surilib ketaveradi. 25 gradus ushlab beradigan bo'lsa, 4 kun, 5 kunda badring tayyor bo'ladi. Rahmat. Yana savollar ko'p hali, boshqa kontent qilamiz. YouTube kanalimizga albatta o'rnashtiramiz. Kimda qanday savollar bo'lsa, izohlarda albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Iloji boricha hamma savollarga javob berishlikka harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Like va podpiskani unutmang.